Voy. Nega keldim o'zi? Siz xalqqa manfaatli bo'lsa, men o'zim kirishda davolayman. Sizga yoki o'sha podpischikalaringizga bemalol 1 million skidka qilib beraman. Esingizda bo'lsa, mana shu joyda bitta odamga davlat raqamini bergandim. Menga pul bermoqchi bo'lgandi, pulini olmagandim, lekin grija masalasida 1 million skidka qilib beraman degandi. Hozir kirib ko'ramiz. Tak, 3-xona ekan. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? yaxshimisiz? Siz bir ikkita muammo bor edi. Shu bo'yicha gapirsak. Qarang, muammo nimada? Men o'zim rulda ko'p yuraman. Rulda ko'p yurganim uchun mana bo'yin soha ko'p og'rib qoladi. Keyin kompyuterda ko'p o'tirib qolsam, belim og'rib qoladi. Yelkalarim, bellarim og'rib qoladi. Bo'yin ko'krak qismida asosan ketyapti. Buni hal qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Bitta ko'rsatishni olsangiz. O'zimni boshlaymizmi? Bo'lib ketdi. Bo'sh qo'ying aka. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Nima qilyapsiz? Etingizda nima qilayotganingizni? Og'riyaptimi? Ya siz etmasdan tiqoldingiz-da. Asablaringiz chatoq qilsa siz. Tushunayapsizmi? Asablaringiz chatoq. Voy, boshqa ham tiqayapsizmi? Hay bilak. Aka olmaganmisiz? Yo'q. Birinchi marta. Jasurlik. Voy. Nega keldim o'zi? Aka. Og'riyaptimi? Og'riyaptimi? Lekin biz bilan qattiq torta olmaymiz. Ana videoda yana tortyapsiz-ku, qarsillatib. O'sha videodagi apasni emasmi? Ya, apasni ekan, ishni bu yerda qon tomir nervlar o'tadi. Yaxshi, qani qo'yingchi. Hozir andavremni shamollashlarga, mushakka ichkariga kirgizyapman-ku. Mushak ichigacha kirish kerak-da, tushunyapsizmi? Siz apasni ekansiz, to'g'ri. Belingizda shamollashlar bor ekan. Protseduralar qanday? Yo'qmi? Men uchun unaqa protsedura olmagansiz. Bizda bo'yin, ko'krak, bel qismidagi grejalar, suyaklar yemilishi, tizzadagi yeminishlar va hattoki shporalarni ham davolaymiz. Muammo bo'lsa bemalol. Meni nomimdan kelganlarga qanaqa skidka qilib bera olasiz? Sizni nomingizga kelganlarga xudo xohlasa o'sha gap 1 million skidka qilib beramiz. Yaxshi, 1 milliondan tashqari mana shu video 1 million prosmotr yig'adigan bo'lsa, bitta eng qiynalgan odam topib, o'shanga bepulga yordam beraylik. Shunga nima deysiz? Bo'ldi, agar xalqimiz podдержка qilib, kommentariyni portlatib, layklar bosib 1 million prosmotr bo'lsa, faqat o'zingiz bitta odam topasiz. Olib kelasiz, xudo xolasa davolab beramiz. Bo'ldi, izohlarga yozib qoldiringlar, kimda qanaqa muammosi bor. O'sha muammolar bo'yicha biz bog'lanishga harakat qilamiz. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling.